Oshxona mebelimizning narxi 1 million 600 ming so'm. Bunisining narxi 2 million so'm. Bunisining narxi 1 million 800 ming so'm. Hozir men yutib qo'yib olay. Bu yoqda yana ham zo'rlari bor. Mana o'sining narxi 900 ming so'm. Bunisining narxi ham 2 million so'm. Qadrli obunachilar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Hurmatli obunachilar, hozir oshxona mebellari narx-navolarni aytdim, eshitdinglar. Endi ustakamizdan metallari hamda qanaqa materiallar ishlatilgan to'liq ma'lumotni olamiz. Ustakaning ismlari Azizbek aka. Azizbek aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Tuzimsizlar? Ishlayapsizlarmi? Ha, rahmat. Charchamang, xizmatlar qilyapsizlarmi? Azizbek aka, oshxona mebellari narx-navolarni aytdim. Endi buni oshxona mebeliz rossiyskiy laminatdan ishlangan. Pullar hali jo'rroq deganlarga. Misol, buni narxi 2 million so'm. 2 million so'm. Razmeri necha? 240 ga 205 bo'ladi, 2 metr joyga tushaveradi. Endi bunisi ham 240 lik, baland 2 metr. Buni narxi ham 2 million so'm. 2 million so'm. Mana bu narsa endi 120 hammaga kerakli domlarga ko'proq so'raganlarga buni 900 ming so'm tayyorlab beramiz. Tagini misol laminatli tepasini mevali qilsak chiqaradi. Misol o'zi 900 ming so'mdan tayyor mana shunaqa holati. Optim narxlarda. Optim narxida laminatli holati shu. Endi mo 2 metrligi 1 million 600 ming so'm mana shuni 2 metrligi bu. Laminatli variantda 2 million 600 ming so'm. Oshimoshlari va oshimoshlari vakuumli, chekalari rezinli kironka ishlangan. Ko'rsatib qo'yasiz. Mana povoq kironka, eshigi ham, korpuslari ham, chetlari hamma yo'g'i kironkasi rezinli ishlanadi, vakuum shanlik. Xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, Azizbek aka keling endi aka. Menga aytdingiz kelganimda obunachilaringizga bonuslar qilib beraman dedingiz. Obunachilaringizga xudo xolasa bonuslarim ko'p. Xudo xolasa hali uni chiqaramiz. Endi har bitta misol olaman deganlarga, misol mana 3 metrdan katta joyim bor, metrga o'lchat qildiraman deganlarga qo'shimcha bitta 170 lik sovg'a qilaman. Qaysi inson bo'lishi qizig'i yo'q. Uni olgandan keyin misol 3 metrlik joyga mebel qildirsa, ashuni men 170 likni tayyorlab yasab, billa qo'shib olib boraman. Bironta bir qandashigami, qo'ni qo'shnisigami, qo'l yukka bir ashnasi kerak degan odamga askatib qoladi. Men shuni ash odamga bonus qilib beraman. U odam beraveradi, xohlagan odamga taklif qilib, misol sovg'a qilib yuborsa, xursand bo'lib qoladi, kim bo'lsa ham. Sizni nomingizdan chiqqanlarga, misol 3 metrdan katta joyim bor, 3 metrlik kerak deganga ham olib boraman. 3 metrdan katta deganiga ham 170 likni billa bitkizib, komplekt qilib olib borib qo'yaman. Qo'ygandan keyin alohida tashqariga uni qo'yib qo'yamiz. Kimga sovg'a qilsa qilib yuboradi. O'zini oshxona, o'zini oshxona mebelini o'zinikini ustonovkasini qilib, tugatib topshirib kelaveramiz, xudo xolasa. 3 metrdan ziyod bo'lishi kerak. Kattaroq bo'lsa, xudo xolasa 3 metrdan katta joy bo'lsa, bitta 170 likni bonus qilib tayyorlab jo'natib beramiz. Yuni ashni bitta ko'rsatib qo'yaylik, birinchi o'rinda. Xudo xolasa qilib hali sizlar tomoniga yuryapti, shuning uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Qiziq olmanglar, like sizlar uchun mutlaqo tekin. Lekin biz mana shu ustakamizning ishini yana ham ko'proq rivojlanishiga foyda beradi xolos, qadrli obunachilar. Bu juda ham zo'r, qadrli obunachilar. Opangizgami, qarindosh xolangizgami, bitta ham mana shu narsani bonus qilib beraman, xudo xolasa. Berib qo'ysiz, rosa ham xursand bo'ladi. Ichlari ham keyin chuqurgina ishlanadi. Bemalol ichlariga montqosqon duxovka qo'yib ishlatilsa, tashqariga ham, ichkariga ham qo'ysa bo'laveradi. Endi qandash urug'lariga, qo'li yukka bir qo'ni qo'shnilariga ehson qilsa ham xursand bo'ladi. Chunki o'zini puliga sotib olmayapti-da, shu mebel qildirganiga biz orqali mana shu odamga tegiyapti, u odam orqali xursand bo'lib qolyapti. Biz shunga xursandmiz, chunki bu qo'limizdan keladi, yasaymiz. Shu odamga olayotganda o'zimiz qo'shimcha qo'shib bitkizib olib borib bonus qilib beramiz shu narsani. Shu 3 metrdan katta joy bo'lsa bo'ldi. Endi odamlar bitta vitishga qo'shdim deydi, biz vitishga emas, bitta 170 lik qo'shib beramiz. Zo'r. Juda ham xursand bo'ladi. Ham oshxona mebel olasiz, ham bitta sovg'a ham bo'lasiz. Xudo xolasa, bemalol telefon qilib murojaat qilish boradi. Azizbek aka, endi buni narx-navosini aytdim, ko'pchilik kutib olishi mumkin-da. Shuning uchun birinchi razmerlari bilan bitta ma'lumotlarni berib yuboring aka. Keyin katta ishni ko'rsatamiz. Bu razmeri 170 lik, baland 2 metr, material akril material ishlangan. Buni summasiga keladigan bo'lsa, narxini aytdik, 1 million 600 ming so'm. Endi mononisi mana 242 metr rossiyskiy laminatdan ishlangan. Buni turishi 2 million so'm. Shu turishi 2 million so'm. Bunisi mana 2 metrlik akril materialda. Baland 2 metr, eniga 2 metr. Akril materialda. Endi mo'yka giran sushulkasi kerak emas degan odamga 1 million 800 ming so'm. Komplekt qo'shimcha bering, shular bilan desa 2 million 300 ming so'm. Zo'r, arzon. Mana bu 3 metrlik mana rossiyskiy laminatdan ishlangan, mana shu turishi 4 million 800 ming so'm. Mana shu turishi.
Mana shu turishi rossiyskiy laminatda ishlangan. Orqalari kafel. Kafelli, stanishnisi. Zo'r. Qadrli obunachilar, mana biz mebellarni arzon chiqaryapmiz. Shuni ko'pchilik bilish kerak-da. Shuning uchun qarindoshlar gruppasiga, turli xil oshnalar, og'aynilar gruppalariga videomizni tarqatib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Arzon ishda ko'proq odam bilish uchun albatta bittadan layklar ham kerak bo'ladi. Layk bosib, Aka, hozir 1 minut video ko'rib ketaman. Yaxshi bo'ladi. Azbek aka, aytganingiz shumi aka? Mashinalarimiz zakaz bo'yicha tayyorlanadigan razmerli ishlarimiz. Buni eni 5 metr, balandligi 240 gacha. Xo'p, endi buni ichiga qo'shimcha metrga hisoblanadi. Mo'ykasi, granti hamda sushulkasi bonus qo'shilib qilib beriladi. Razmeri ichi 35 chuqurligi. Buni tagi chuqurligi 50 sm chuqurligi. Stanishnisi ham qalin turetskiy tozasidan ishlangan. Ha, Qalin turetskiy Kedder firmaniki, eng tozasi. Adashmasin, endi ichi g'ovayligini ham qo'yib qo'yilyapti-da. Oldi jag'i 4 sm, bu yog'i 2 sm-ligini ham qo'yib ishlatib qo'yishadi. Lekin unaqa emas, bu hamma yo'qi mana to'liq ishlangan. Razmerlari bemalol chuqurligi chuqur, 4 sm qalinlikda. Mana mo'ykasini olib ko'rsatib qo'yamiz. xuddi shunaqa qilib o'zingizlar ham tekshirtirib olaverasizlar. Kesib solib berilaman mana shu narsani. 4 sm qalin bo'ladi. O'rtasi kavay bo'lmaydi. Ha, bu keyin zakazga bo'lgandan keyin oshxona mebel ko'p videosyomka qilaman-da, shuning uchun menda ham ma'lumot ko'p. Bu zakazga bo'lgandan keyin mana yerda chetlari pavoq kironka rezinniy. Ha, Xudo xolasa 100% korpusi eshiklari rezinniy kironka bo'ladi. Korpusi eshiklarigacha pavoq kironka ishlanadi. Xudo xolasa hammasi 100%. Oshon-moshonlari ham yaxshi turetskiy tozasidan qo'yib ishlatib qilinadi. Orqalarini granit qilib beriladi. 100% endi granit degan granit, kafel deganga kafel qilib berilaveradi. Osma deganlarga osma holatda granit kafellarning narxini o'tib beramiz. Bu tortmalari ham davchilik mana. o'zi sekin kirib ketadi. Bu pastesini tortib ko'rsatib qo'y. Endi tortib bemalol o'zi yopilib tortaveradi, xudo xolasa. Bemalol ichlarini ochib chuqurligini ham ko'rib olaveradi mana 3 etajdan polkalari, idish tovonlari ham ko'proq sig'adi, xudo xolasa. Keng ishlangan. Tortmalarni mana bu yog'ida mana mont qosqon duxovka narsani qo'ysa bo'laveradi bemalol. Ular ham keng chuqur ishlangan. Duxovkasini qo'yaveradi, vichkasi buniga qo'yib joylanaveradi. Bu yerga duxovka qo'yiladimi? Ha, duxovka mikrovalnovka joylasa bo'laveradi. Yoki kichkina qozonchi nimalarini qo'ysa, ishlasa bo'laveradi, xudo xolasa. Shunaqa endi razmeriga qarab joyiga o'lchab qilib berilaveradi. 3D variantini chizib ko'rsatib beriladi. 3D variantlari ham bor. Xudo xolasa, u обязательно 3D varianti bilan ishlaymiz. Qo'lda chizilmaydi. 3D variantini ko'rgandan keyin mebelning mana shu turish ko'rinishi uyda qanday holatda bo'lsa, telefonida ko'radi 3D varianti. Baziz loyiha orqali ishlab chiqarib beramiz. Razmerini aytsa, shu holatda ashida o'lchab olganimizdan keyin 3D variantini chizib, Telegram orqali tashlab beramiz, ko'rib oladi. Ha, meni oshxonam mana shunaqa holatda kelib yasalib, mana shunaqa holatda o'rnaydigan tushuncha bo'ladi, xudo xolasa. Oddiy qog'ozda o'lchab chizilinardi oldin. Endi hozir unaqa bo'lmay qoldi. 3D variantini xudo xolasa shunaqa holatda qilyapmiz. Endi mana bu ishimiz. Keyin Azbek aka, dastlabki xizmatimiz qanaqa bo'ladi? Dastlabki xizmati o'lchov olishi, olib borib o'rnatib berishi ichida. Vodiy bo'ylab xudo xolasa. Toshkent uyoqlaridan ham endi har xil joyda ko'rib. Bemalol telefon qilishaveradi, murojaat qilishaveradi. Men moyatdaman desa, aniq qildiraman desa, misol biz borib o'lchov olishimiz bekarga. Misol kelishganimizdan keyin telefonda aloqa qilib, kelishgan bo'ldi, qildiraman degandan keyin borib zaklat olib qaytamiz. 50% zaklat olamiz. Chunki ishonch hosil bo'ladi. Biz ham uzoq yo'l borib bosib o'tamizda. Misol rasxod qilamiz. Endi uni dastlabki xizmat ichida deganda bitta mashina qilib olib borib o'rnatib ustunovkasi ichida bo'ladi. Boshqa viloyatlarga bo'lsa, Andijon ichida, Farg'ona, Namangangacha bo'lsa, o'zimiz mashinamizda olib borib ustunovka qila olamiz. Zo'r aka. Bo'laveradi. Bunisi mana rossiyskiy laminatdan ishlangan. Eniga 4 metr, balandligi 270-260 gacha chiqaradi. Xo'p, bu pushli varianti, bezruchka holatda bular. Esi ochilib yopiladigan, kengroq narsalarni qo'ysa bo'laveradi. Bu tortmalari mana двойной holatda ishlangan. Misol qoshiq, vilka, pichoqlarini qo'ysa bemalol bo'laveradi. Ikkitali holatda ishlangan. Tepasiga pichoq nabor qo'ysa, bu pastqisiga kattaroq narsalarni joylab olsa ham bo'laveradi. Bunisi ham tushunsingan mana двойной qilib ishlatilgan. Kimga двойной kerak bo'lsa, двойной qilib berilaveradi. Bunisi ham tandem mexanizmdan ishlatilib qilingan. Ular ham keng chuqur qilib ishlatilgan. Endi kimgadir qiziq gaz vichkasi bilan komplet deganga
misol mana shu gazvichkaga 2 million so'm ajratib qo'yaveradi. O'zingiz olib keling deganga. Endi 1 million 800 ming so'mligi bor, faqat vichkasi sensorsiz bo'ladi. Oddiy knopkali vichkasi bo'ladi. 2 million so'mga komplet ham kontrolkasi bor, gaz bo'ladi, vichkasi sensorli bo'ladi. 2 million so'm turadi ikkovi. Qo'shimcha olib oling deganlarga olib olishimiz mumkin. Yo o'zimiz gaz vichkani olib qo'yganmiz desa, gaz vichkasini o'zi olib qo'ysa, biz olib borib ochib kesib solib beraveramiz. Bizga qo'shib beradiganimiz mana moyka granti hamda tepaga qo'yiladigan sushulkasi bonus. 3 million 200 ming so'mdan metri. Hali aytgan misol mana 3 metrdan katta ziyod degan ishga Xuddi mana shu 170 lik bonus bo'ladi. Bonus. Xuddi mana shu rangni mana tagi seri, tepasi sariq, bitta 170 lik tayyor bo'ladi qo'shimcha. Billa boradigan. 3 metrdan katta ziyod degan. Endi mana oq qilib mokri qiladigan bo'lsak, buni ishimiz ham mana bu yoqqa eniga 5 metr, balandligi 270 joyga joylanadigan ish. Buni ham xuddi mana shundan metriga qildirgan odamga bitta 170 lik tagi mokri, tepasi oq qilib olib borib beramiz. 3 metrdan ziyod qo'shimcha billa qo'shimcha bo'ladi. O'zini ishidan bitta qo'shimcha qo'shib beramiz. Komplet bo'ladi. Zo'r. Misol mana meni ishimdan qiluvdim, mana sizga buni berdim deb padarga qilaveradi. Qanaqa rang bo'lsa ham bir xil bo'ladi, xudo xolasa. Qanaqa rang tanlasa bir xil bo'ladi. Xudo xolasa. Material akrilni qimmati bo'lsa ham, ana qimmat akrildan bitta bo'ladi. 170 lik. Zo'r. Xudo xolasa, kimga bo'lsa qo'shib beramiz. Mana shu usta akamiz mana shuncha mehnat qilib, hali sizlar tomoniga yuryapti. Shuning uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Qiziq olmanglar, like sizlar uchun mutlaqo tekin. Lekin biz mana shu usta akamizning ishini yana ham ko'proq rivojlanishiga foyda beradi, xolos qadrli obunachilar. Endi arzon ishlardan ham yana 3-4 tasini ko'rsatib, sizlarga keyin videomizni yakunlaymiz. Xudo xolasa. Yana ishlarimiz bor, shuni ham ko'rsatib olamiz. Keyin bunisi mana 3 metrlik tayyor gatovoy holatda rossiyskiy laminatdan ishlangan, shu turi shu 4,5 million so'm. Tayyori kerak menga laminati arzoni desa mana 4,5 million so'm shu 3 metrligi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaveradi. Yoqtirgan, tanlagan laminat rangini, misol menga manaqa tepasini sariq qilib, tagini mokri qilib bering deganlarga ham qilib berilaveradi. Xuddi shuni 3 metr mana 290 ga 225. 4 million 500 ming so'm. 3 metr. Ha, bu tayyor gatovoysi arzon so'ragan. Menga 3 metrlik kerak deganga shu narx. Zo'r. O'lchatib qildiraman desa, uni narxini kelishamiz. Pagonometriga hisoblanadi, chunki bu narsada ishlatilgan narsa u zakazkida qimmatroq narsa ishlatiladi. Shuning uchun qimmatroq bo'ladi. Chunki razmerlari ham buni chuqurligi 27 bo'lsa, tagi 40 chuqurligi. Hop. Ha, u zakazga qiladiganimiz tepasini chuqurligi 35 bo'lsa, taginiki 48 bo'ladi. Uni chuqurligi 48 sm bo'ladi. Zakazga qilinadi. O'shuning uchun narxida, pulida farqi bo'ladi. Metriga deyilganda. Chunki razmerda ham bu material bilan u zakazga olayotgan materialning farqi katta. Chunki u zakaz qildiryapti-da, chunki narsani o'zi yoqtirgan narsani sotib olyapti. U bizga yasatyapti, biz xizmatimizga pul olamiz. Chunki o'zini pulini o'ziga sarflaydi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bu Bostanishnisani ham 3-4 xil versiyasi bor. Misol Toshkenti bor, rossiyskisi bor, rossiyskisini arzoni bor. Misol firma degandan keyin Kedr firmaniki bor, Dana firmaniki bor, Ultradekor firmaniki bor. Hammasi o'ziga qarab. Narxi shunda eng kuchli qimmati Kedr firmaniki. Chunki u 5 yil garantiya kafolati bilan bizga o'sha sotayotgan odam aytganda uni mana shu narsani garantiyasini bizga beradi. Garantiyani ayt 5 yilgacha javob deydi-da. Shuning uchun Kedr firmanikini garantiyasini qalin starishingizni 4 sm-ligini qo'yib beramiz. Uni 3 sm-ligi ham bor. U ham ashi puliga qarab chiqaradi, endi narxiga qarab. Endi oshirma-oshirlar printerlarni ko'p, qimmati arzoni bor, misol menga arzonroq chiqsin deganlarga unaqasini ham gaplashib, maslahatlashib qilib berilaveradi. Mana hozir shuni ko'raylik-da. Mana kimga misol 3 metrlik tayyor gatovoy, misol mokri rangiga tagi, tepasi sariq holatda ko'pchilik hozir kelinlarimiz, opalarimiz, akalarimiz misol yoqtirib qiziqyapti. Shunaqa holatda yasab ber deganga shu 3 metrlikni 4,5 millionga qilib beramiz. Tagi mokri, tepasi mana sariq holatda. Mana bu variantida ham qilib berilaveradi. Mana shu ko'rinishni ham ko'rsatib beraman. Kashmir va tepasi, tagi ut deyiladi. Misol o'zi materialdan ut, lekin sariq, ash mebelli rang yoqtirganga shunaqa holatda ham qilib berilaveradi. Orqalarini granit qilib, orqalarini granit qilib beriladi. Bu ham xohlasa kafe qilib beriladi. Yoqtirganga menga manaqa deganga shuni qilib berilaveradi. Faqat buni o'zi aytsa bo'ldi, rangini to'la 3 metr kerak arzoni desa, manaqa rangi desa mana ko'rib qo'yaveradi. Menga mana yoqdi desa, ash rangdan 3 metrlik
xuddi mana shu fasonda tayyorlab beraveramiz 4,5 million so'm.